$40,000 minusga kirdim deydi. Ha, raqobatchim 100 so'mdan sotyapti ekan, men ham 100 so'mdan sotaman. Себестоимость o'zbekchasiga tan-narx. O'sha narsani tanasini narxi. Narx qo'yishdagi 3 ta xato. Birinchi xato, siz narxni mahsulotingizdan kelib chiqib emas, konkurentlardan, raqobatchilardan kelib chiqib ko'r-ko'rona qo'yish. Ya'ni, raqobatchim 100 so'mdan sotyapti ekan, men ham 100 so'mdan sotaman. Yoki bo'lmasa, bizda iminni ko'p narsa, davay 98 so'm qilib qo'y, menikini oladi deydi. Ya'ni undan tushiradi, u 100 so'm, 98 so'm. Ki u eshitadi 95 so'm qiladi. Bu eshitadi 90 so'm qiladi, 80 so'm qiladi, oxirida keyin bankrot bo'ladi. Yaqinda ham bittasi kelyapti-da, men dedi ikkita konkurentimni sindirdim deydi. Xo'sh, nima bo'ldi oxiri desam, hisoblab ko'rsam deydi, 1 yil vaqtim ketdi sindirishga deydi, $40,000 minusga kirdim deydi. Tasavvur qilasizlarmi, konkurentni sindirish uchun u $40,000 minusga kiribdi. O'rtoqlar, birovi sindirish uchun biznes qiladigan bo'lsalaring, bu to'g'ri emas. Demak, birinchi fishka, raqobatchilarga qarab narx qo'ymanglar. Bu birinchi katta xato. Ikkinchi qilayotgan katta xato nima? Bu hisob-kitobni olib bormasdan narx qo'yadi. Primerni qancha xarajatim bor? Svet, gaz, havo, suv, oylik, mahsulot, siryo, primerni hisoblaydi-da, tan-narx, ya'ni себестоимость degan narsa bo'lmaydi. Ana mana shu notebookka себестоимость bor, to'g'rimi? Buni себестоимость bor, buni себестоимость bor. Ko'ylakka себестоимость, buni себестоимость bor. Mana oddiy mana telefonni себестоимость, iPhone'ning telefonni себестоимость o'rtacha $200 shunaqa. Bular 1200-1,5 mingdan sotyapti. Shunaqalar себестоимость bor. Себестоимость o'zbekchasiga tan-narx. O'sha narsani tanasini narxi. Siz tan-narxni hisoblamasdan narx qo'yasiz. Primerni 20%, 30% qo'ysam bo'ldi. Bu ikkinchi katta qiladigan xato. Uchinchi katta qiladigan xato nimada? Bu qiymat bor, narx bor. Biz mahsulotni sotayotganda qiymatga e'tibor berimizda faqat narxga. Davay arzonroq qil, davay arzonroq qil, konkurentdan arzonroq qil, arzonroq qilsang yaxshi deymiz. Qancha arzonlashtirganimiz sari bizni foydamiz tushadi. Lekin sizda xarajatlaringiz kamaymaydi. Svet o'zidan o'zi tushmaydi, faqat oshadi. Gaz ko'tariladi, oylik ko'tariladi, ijara ko'tariladi. Faqat ko'tariladi, o'rtoqlar, pastga tushmaydi hech narsa. Siz faqat tushiryapsiz. Tushirgan sari sizni cho'ntagingizdan pulingiz ketyapti. O, zamonda yig'ib qo'ygan pulingiz bor-ku, sekin-sekin kamayib bankrotga uchraysiz. Demak, narxni tushirish emas, qiymatni oshirish kerak. Bu nima degani? Qaranglar. Qiymat bor, mahsulotda narxi bor. Siz qiymatiga nimadir qo'shib bering. Sovg'a qo'shib bering, podarka qo'shib bering, qiymatini tushuntirishni o'rganing. Sizniki nima uchun, mana mijoz kelyapti-da, sizdan so'rayapti. Nima uchun senda qimmat deyapti? Siz tushuntirib bering qiymatini. Ya'ni qimmatligini sababi bizniki sertifikati bor, litsenziyasi bor, dastlabkasi bor, servisi bor, garantiyasi bor, обученияsi bor. 3 yil yordam beramiz, 2 yil yordam beramiz, klubimiz bor, qo'shilasan, deb polni qiymatini tushuntirib bering, чтобы sizniki haqiqatan ham sifatli ekanligini tushuntirib bering. O'shanda odamlar qimmatroq olishga rozi bo'ladi. Faqatgina haligi masalan tasavvur qiling, mijoz kelyapti-da, sizdan so'rayapti. Bu o'zi yaxshimi? Bu hujjati bormi, sertifikati bormi? Siz bunga qarab, narxini tushirib beraman, narxini tushirib beraman desangiz, deydi. Buni hujjati yomon ekan, yo bu mashina ekan deydi-da, qochib ketadi. Siz ayting, hamma imkoniyatlaringizni ayting, narxini shunda qimmatroq sotish imkoniyati bo'ladi sizda. Ana endi qaytamiz, 3 ta xatoga yechim beramiz. Demak, birinchi xato, raqobatchilarga qarab narx qo'yish. Undoq qilmang. Raqobatchilarga qarang, lekin albatta mahsulotingiz ustiga sof foydangizni qo'ying. 20-30% kamida foyda qo'ying. Foyda qo'ymasangiz foyda qila olmaysiz. Siz KPI'dasiz o'zi. Davlat sizga KPI qo'ygan. Siz agar bankrot bo'lsangiz, masalan, 2025-yilda $70,000 minus bilan chiqdingiz. Davlat yoki kimdir kelib turib sizga, "Voy bechara, bankrot bo'ldingmisan?" Masanga deb $70,000 bermaydi sizga. Siz xodimlaringizga oylik berishingiz uchun, nalog to'lashingiz uchun, svet, gaz, havo, suv, hatto ekologiyaga ham pul to'lashingiz uchun siz foyda qilishingiz kerak. Foyda qilmasangiz bo'lmaydi. O'shaning uchun 20-30% eng kamida foyda qilinglar. Meni o'quvchilarim bor, shunaqa 50-70-100% qo'yadiganlar bor. Malades qo'ysin. Chunki haqiqatan ham produkti zo'r, malades ishlayapti. Haqala chet eldan keladigan produktdan uniki zo'r. Ikkinchisi, xarajatlarni nazorat qilinglar. Nazorat qiling, butunli bizni.
Qaqqa, mah. Oxirida uyingizni topa olmay qolasiz, qo'pol qilib aytadigan bo'lsa. Konkret nazorat qilinglar pullarni, o'rtoqlar. Qayerga ketyapti? Xarajatni nazorat qilinglar. Foydani oshirish eng oson yo'li bu xarajatni kamaytirish. Xarajat kamaytirish deganda men aytmayapman tam qonuniydan kamaytir deb. Yo'q, lekin sof foydaga ta'sir qilmaydigan hamma xarajatlar kamaytiringlar. Bekor xarajatlar bor-ku, hammasini to'xtatinglar-da, foydani ko'paytirib biznesni rivojlantiringlar. Va uchinchisi faqat qiymat ustida ishlanglar. Maqsad faqat narxni tushirish kerak emas. Qiymatni oshiringlar. O'sha mijoz sizga kelishi uchun podarka bering, sovg'alar bering, sifatini oshiring, qiymatini oshiring, yordam bering. Mana shu ishlarni prosta amalda qo'llanglar, bizneslaring uchadi, savdolaring rivojlanadi, sof foydalaring ko'tariladi. Kelar amalda qilamiz, maylimi? Juda ham bir haligi suvlarni yomon ko'raman, yig'ishtirib qo'yaylik, faqat go'shtga gaplashamiz. Amal. Demak, A nuqtangizda hozirgi paytda minus 50 mingdamisiz, B nuqtangiz plus 50 mingga chiqing. Muammolaringiz bor, muammolar yopinglik. Tushunyapsiz? Vso, yaxshi ko'ramasizlar, jonlang omon bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Obuna bo'linglar. Bu videolar mana shunaqangi muammosi bor tanishlaring bor-ku, faqat narxni tushiradigan tanishlaring bor-ku, konkurentlaring bor, bilasizlarmi? Sizlar 100 dollardan sotsalaring, ertasi kuni sirras 90 dollardan sotadi. Shu videoni otib yuboring o'sha konkurentingizga, maylimi? Toki u ham shu biznesni rivojlantiradi. Bo'lmasa bankrot bo'ladi-da. Xo'p, yaxshi ko'ramasizlar, tinch bo'linglar.